Amerika Avam Palatası Amerikanın Xitay qatarlıq iqtisadi gavdalarga bo'lgan raqobat kuchini oshirishni maqsad qilgan qonun loyihasini ma'qulladi. Bu qonun loyihasi Avam Palatasi ma'qullanishidan 7 oy burun Kengash Palatasi o'xshash maqsaddagi Amerikaning yangilik yaratish va raqobat qonunini ma'qullagan edi. Amerika Kengash Palatasida o'tgan yili 6 oyda ma'qullangan Amerikaning yangilik yaratish va raqobat qonunida davlat ichidagi yerim o'tkazgich ishlab chiqarishni oshirish uchun 52 milliard dollar, texnika va tadqiqot uchun 190 milliard dollar ajratish planlangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan ko'rishdi va 24-navbatli qishloq olimpik tanarkat musobaqasining ochilish marosimiga qatnashdi. Xabar qilinishicha, Rossiya neft shirkati bilan Xitoy davlatlik neft shirkati o'rtasida 100 million tonna neft yetkazish kelishimi imzolandi. Rosneftning yozma bayonotida Rossiyaning nefti Qozog'iston orqali Xitoyga yetkazish to'g'risida 10 yillik to'xtam imzolanganligi e'lon qilindi. Bundan boshqa, Rossiya Gazprom bilan Xitoy davlatlik neft shirkati o'rtasida yiliga 10 milliard kub metr tabiiy gaz toshish to'g'risida kelishim imzoladi. Ukraina krizisi sababidan Rossiyaga tayinishni azaytishga uringan g'arb doiralari Ozarbayjonda o'tkazilgan Janub tabiiy gaz korridori yig'ini doirasida suhbat o'tkazdi. Egilinishcha, bu vakillar o'miki Yevropa Ittifoqi komitetining energiyaga mas'ul a'zosi Kadri Simpson va Yevropa Ittifoqidagi boshqa davlatlar, Angliya va Amerikaning amaldorlarini o'z ichiga oladi ekan. Yevropa Ittifoqining komissari Kadri Simpson Janub tabiiy gaz korridori yig'ini doirasida Ozarbayjon prezidenti İlham Aliyev va energiya ministri Parvez Shahbazov bilan ko'rishdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Rossiya Ukraina krizisi to'g'risida bayonot e'lon qilib, agar Rossiya Ukrainaga kirsa, Amerikaning qattiq embargosiga uchraydiganligini qayta ta'kidladi. U mundaq dedi: "Agar Ukrainaga tajovuz qilsa, Rossiyaning Xitoy bilan bo'lgan quyuq munosabati Amerikaning jazosi sababli Moskva to'laydigan iqtisodiy badalning ta'sirini azayta olmaydi." Yaponiya va Koreyaning diplomatiya ministrlari Shimoliy Koreyaning ballistik boshqarilgan bomba ichish planiga qarshi yaqindan hamkorlashishga qo'shildi. Xalqaro matbuotlarda 2022 yil 1-oyda o'xshamagan tip va musofadagi 7 dona boshqarilgan bombasini ilib borgan Shimoliy Koreya yadro va qit'alararo uchadigan boshqarilgan bombani sinab qilishni planlaganligi o'tirib qo'yilgan edi. Beijing qishloq olimpik tanarkat musobaqasi Xitoyning kishilik huquq dafsandichiliklari sababli boyqush sadolari ichida boshlandi. 1997 yili 5 fevral yuz bergan G'ulji qatlamini xotirlash va Beijing irqiy qirg'inchilik olimpiyaga qarshi bildirish uchun 4 fevral Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida namoyish va axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Shuning bilan birga Washington shahridagi Kommunizm qurbonlari xotira fondining boshlamchiligida Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur harakati tashkiloti, Amerika Uyg'ur birlashmasi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Hong Kongni kuzatish tashkiloti, Xalqaro Tibet harakati qatorliq 10 necha tashkilot birlashib, qirg'inchilikning ijrochisi bo'lgan Xitoy hukumatining bu qatimliq qishloq olimpik musobaqasiga sohibxonlik qilishiga qarshi birlashma faoliyat o'tkazildi.